Assalomu alaykum hamyurtlar. Mana yana bugun bir komplekt 7 tali motoblokka ikkita agatga narsa qilib berdik. Xo'p, chizelimiz, ikkita g'ildiroq qo'ydik. Vinti bor, har doimgidek. Uladiganni qo'yib berdim yana. Xo'p, 70 labga zolotskoy stoyka ochar berdik. Bir komplekt hozir 2 jup, 1 jup. Stoyka qaysi biri qanchadan bo'ldi? Endi o'zingizga o'xshagan narxlar ko'rib keladi. Esimda qolmadi. Esimda qolmadi. Komplekt qancha bo'ldi hozir? Komplekt endi 50 ming o'tib bersangiz 1.900.000 pul bo'lyapti. 1.950.000. Qarang, endi men hozir narxini aytib beraman. Xo'p, akamlarga komplekt narsa olganlar uchun g'ildiroqni 50 dan qilib berdim. Xo'p. Labga 50 dan bo'ldi, ochar 60 dan bo'ldi, stoyka 45 dan bo'ldi. Shundoq hisob qildim. Mana shundoq hisob kitobni chiqarsam, keyin men bunisini 80 ming so'mga qo'yib berdim. Uladiganni 80 mingga qo'yib berdim. Shu bilan o'zi hisob kitob qilsam, rami 1,5 million, jami 1.950.000 pul chiqadi. Hammaga katta rahmat. Like bosib esdan chiqmasin, aloqaga chiqarasizlar. Berdik. Qaytchi. Qo'qonga ketadi. Hammaga rahmat.